Assalomu alaykum hammaga. Ko'p mijozlarimni talabiga binoan ko'p insonlar murojaat qilayotgan, menga murojaat qilayotgan insonlar iltimos qilishyapti. Ya'ni qilgan ishlaringizni batafsilroq ko'rish imkoniyati bormi, yo'qmi deb. O'shanga imkon boricha qilgan, ya'ni qo'ya oladigan loyihalarimni men o'sha demo ko'rinishini ko'rsatib ketmoqchiman. Bu platformani hozir sizlarga demonstratsiya qilib bermoqchiman. Bu platformani maqsadi o'sha savdo jarayonlarida o'sha minimal kerak bo'ladigan, ya'ni minimal bo'ladigan ishlarni avtomatlashtirib uchot qilib berish uchun platforma. Shu bir mijozimiz buyurtma berganlar. Xo'p, bu tizim yopiq tizim bo'ladi. Kirib olamiz ichiga. Kirganda mana bizda birinchi bo'lib tahlil bo'limiga tushamiz. Bu platformada mana ko'rib turishingiz mumkin. Men hozir funksiyalarini birma-bir ko'rsatib ketaman, tushunarli bo'ladi sizlarga. Mahsulotlaringizni qo'shasiz, keyin ularni kirim qilasiz, ya'ni priyomka. Kimdandir sotib olganingiz, qayerdandir mol olib kelasiz, qaysidir optovikdanmi, misol uchun, yoki chetdan zakaz qilyapsizmi? Ya'ni qancha mol olib kelgansiz, keyin ularni sotuv qilasiz, misol uchun, o'sha sotuv jarayonlarini shunga kiritib ketasiz. Ya'ni bu platforma shu siz daftarga hisob-kitob qilib yozib yurgan jarayonlaringiz, ya'ni Excel ishlatib hisob-kitob qilib yozgan narsalaringizni shu platformaga sразу kiritib ketadigan bo'lsangiz, buni plus tarafi shundaki, hamma narsa qo'lingiz oldida bo'ladi. Mana tahlillarigacha sizni sof qancha tushum, ya'ni qancha foyda qilyapsiz, qancha zarar qilyapsiz, qarzdorlaringiz kim, misol uchun kimga qarz berishingiz, kimdan qarzingizni olishingiz kerak, foydalaringiz, misol uchun keyin top qaysi mahsulotlaringiz sotilyapti, xohlagan muddatingiz bo'yicha belgilab o'sha ma'lumotlaringizni ko'ryapsiz bo'ladi. Ya'ni bu tahlil statistika bo'limi sizga hamma narsani ochiq-oydin ko'rsatib turadi. O'tgan oy qanaqa foyda qilgansiz, bu oy qanaqa foyda qilyapsiz, umumiy yarim yillik, misol uchun mana haftalik, oylik, yillik xohlagan davringizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Ya'ni qaysi muddatdan qaysi muddatgacha bo'lgan, ya'ni qaysi nimani oralig'i ko'rsatgan deb belgilab qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, keling, men sразу ko'rsatay, demo qilishni boshlaymiz sizga. Xo'p, birinchi navbatda biz mahsulot qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Mahsulot qo'shishda bu yerda ham ma'lumotlar minimal qilingan, ya'ni bu unaqa katta platforma emas bu. Bu o'sha soddaroq, o'sha kichkinaroq, ya'ni juda ham katta bo'lmagan kompaniyalarga moslashtirilgan versiyasi hisoblanadi. Xo'p, misol uchun Samsung sotyapmiz. Ya'ni Samsung degan mahsulot sotamiz biz. Endi shuni ma'lumotini kiritib qo'yishimiz kerak. S24 artikul xohlaganingizni kiritib ketavering, misol uchun. Rasmini ham yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, kiritib qo'ydik. Bo'ldi, mana faol mahsulot hisoblanadi. Tahrirlash kerak bo'lsa, uni tahrirlab faolligini o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Unda ishlamaydi bu mahsulot. Xo'p, mahsulot haqida ma'lumotni qo'shib, ya'ni tovarni kartochkaga qo'shib oldik. Endi uni kirim qilishimiz kerak. Ya'ni kimdandir sotib olganimizni uchot qilib ketamiz. Xo'p, yetkazib beruvchi, misol uchun Xitoydan kelyapti. Xitoy mahsulot qaysi Samsung kelyapti, 10 ta kelyapti. Tan narxini, misol uchun, endi men so'mda yozsam hozir noqulay bo'lishi mumkin sizga o'qishga. Dollarda deb tasavvur qiling. Misol uchun $900 kelyapti. Biz 1150 dollarga sotmoqchimiz buni. 1000 keling, 1100 qila qolaylik. Mahsulot qabul qilish bo'ldi. Bizani Samsung o'sha mahsulotimizni, ya'ni Xitoydan biza omborimizga kelib tushdi. Tahlilga o'tadigan bo'lsak, mana bizda hozir bu yerda iPhone ham borda, iPhone ham kelgan. Tahlilga o'tadigan bo'lsak, mana omborda nechta mahsulot bor, necha xil turdagi mahsulot bor. 2 xil turda mahsulot bor, umumiy soni 19 ta. Ya'ni sotuvlar bo'lgan, qaytarishlar bo'lgan. Hozir men ko'rsatib ketaman, tushunasizlar bu narsani. Xo'p, endi mahsulotlarimiz bo'lgandan keyin biz buni sotishimiz kerak. Ya'ni sotuvga oid bo'lgan jarayon mana shu bo'limda qilinadi. Bu yerda tanlaymiz, qaysi mahsulotni sotyapmiz. Samsung sotyapmiz, bitta dona sotyapmiz. Qo'shish qildik. Bu yerda jamini bosib turib rasmiylashtirib yuborsak bo'ldi sotuvni. Ya'ni sotuv operatsiyasi bajarilgan bo'ladi. Ya'ni kimgadir nimadir sotgan bo'lamiz. Xo'p, jamini bosmasdan turib, o'sha kerakli summadan kamroq summa yozadigan bo'lsam, misol uchun qolganini o'sha qarz hisoblaydi
sistema. Kimga qarz berayotganimizda sразу kiritib ketsak bo'ladi. Misol uchun Umar degan qanaqadir inson qarzga olyapti. Umar do'stim. Do'stimizga shu kamroq ekan puli, $1000, $1100 emas, $1000 ekan. Mayli, $100 keyin tashlab ketasan deb beryapmiz. Xo'p, nomerini kiritib qo'yamiz. Misol uchun bo'ldi, sotuvni rasmiylashtirsak, bizda sразу chek chiqib keladi распечатка uchun. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni printeringiz bo'lsa, o'sha chek chiqaradigan printeringizga ulab qo'yasiz, chop etib olaverasiz kerak bo'lsa. Kerak bo'lmasa, shuni rasmga olib tashlab bersangiz ham bo'ladi mijozga, ya'ni o'zingiz uchun qayerdadir saqlanib turadi. Mana sotuv operatsiyasi. Men qarzdorlik holati bilan yaralgan sotuv operatsiyasi bo'ldi, 90-operatsiya. Bunga bossak, mana mahsulot Samsung sotildi, bitta sotildi, tan narxi, o'sha narxi, tan narxi emas, bu sotuv narxi. $1100 bo'lsa, 1100 jami bo'lgan, $1000 bergan, uzr, yopilib qoldi. $100 qarz bo'lib qoldi. Xo'p, xohlasak chekini yana chiqarib olamiz bosib. Ko'proq mahsulot bo'lsa, boshqa yana kattaroq mijozimiz bo'lsa, o'sha nakladnoy so'rasa, qanaqadir firmalarga, kompaniyalarga mana bu knopkani bosadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek nakladnoy ham qilib beradi. Xo'p. Endi qarzdorliklarni ko'ramiz. Mana Umar do'stim qarzdorlik bo'limiga o'tadigan bo'lsak, Umar do'stim faol, ya'ni qarzdorligi qoldiq $100 qarz berish kerak. Agar pulni olib kelib berganda, o'sha to'lovi $100 berdi deb bu yerda qabul qilishni bosganimizda qarzi yopilib ketadi. Tahlil bo'limiga kiradigan bo'lsak, mana qarzdorlik summasi $100 qarz bor ko'chada. Faol qarzlar bitta dona. Xo'p, endi tushum $3500 narsa sotilgan, $1200 narsa qaytib kelgan. Shunda sof tushumini ko'rsatib beryapti. Foydasi qancha? Ya'ni qancha foyda qilyapmiz biz? Tushunarli-a? Xo'p, bu yerda bo'ldi, mana statistika, ya'ni grafik chizib ketiryapti o'sha sekin-sekin. Lekin bu yerda qaysi mahsulotingiz top qimmatroq, yaxshiroq, ko'proq sotilyapti. Shu bo'yicha statistik ma'lumot top chiqarib berib turadi. O'sha belgilagan muddatingiz bo'yicha ko'rsatib turadi. Misol uchun 1 oylikmi, 2 oylikmi, yarim yil o'tgan yili nima zo'r sotildi demoqchi bo'lsangiz, ko'rib olsangiz bo'ladi bemalol. Mana bunaqa ko'rinishdagi ham o'sha grafik. Ya'ni qancha naqd pul, qancha qarzga, qancha qaytarishlar, bu yerda operatsiyalarni jadvali. Shu hamma operatsiyalarni, ya'ni sotuv, qabul, qaytarish va hokazo. Xo'p. Qarzlarga o'tamiz. Do'stimiz qarzdorligini olib kelib berdilar. $100 qarzi bordi. Qabul qilish qilsak, bo'ldi, yopildi. Endi tahlilga o'tadigan bo'lsak, qarzlarning summasi yo'q. Bu yerda o'sha foydalarimiz, hamma ma'lumotlar joy-joyiga keladi. Ya'ni hech qanaqa qarzdorligi yo'q. Shu bo'yicha, shu tahlillar bo'yicha o'zingizdagi o'sha biznesingizdagi bo'layotgan jarayonlarni ko'rib, bir joyga yozib qo'yishingiz shart emas, telefoningizga saqlanib qilib o'tirishingiz shart emasda. Keyin qidirib, yana topolmay uni qiynalib, daftarga yozib qo'yib, Excelga yozib qo'yib, ya'ni murakkabroq ozgina. Bu yerda hamma narsa katta-katta chiroyli bo'lib, shunaqa statistika bilan ko'rinib turadi. Xo'p, endi qaytarishlar. Misol uchun, hozir Samsungni sotdik. Uni mana 90-operatsiyada sotdik uni qaytarib yuboramiz. Ya'ni qaysi sotuv operatsiyasini tanlaymiz bu yerda. Ya'ni 90-sotuv operatsiyasi hozir $1100 sotuv bo'ldi, shuni qaytarib yuboramiz. Ya'ni mijoz telefonni qaytarib olib keldi, telefoningiz brak ekan, pulimni qaytarib bering deyapti. Tekshirsak, rostdan ham brak, endi buni qaytarib olishimiz kerak. Xo'p, bitta dona sotdik, bitta dona qaytarib olamiz, sababini yozyapmiz. Brak, misol uchun. O'zimizga qulay qilib, qanaqa komment kerak bo'lsa yozib qo'ysak bo'ladi. Bu qaytarishni rasmiylashtiramiz. Bo'ldi. $1100 summa qaytib ketdi, vazrat bo'ldi, brak, misol uchun. Xo'p, tahlilga kiradigan bo'lsak, mana 3500 tushum bo'lgan bo'lsa, qaytarishlar 2300 bo'lib ketdi. Bu yerda qaytarishlar foydamiz qisqardi o'sha. Sof tushum ham kamaydi o'sha. Tushunarli? Ya'ni sotuvlarda 2 marta iPhone sotilgan, mana birinchisida sotilgan, qaytarilgan, ikkinchisida sotilgan, mana $1200, uchinchi operatsiyamiz ham qaytarildi. Hech qanaqa foydamiz qolmadi undan ham, bundan ham. Tahlilda mana omborga qaytib keladi mahsulot, ko'rinadi bu yerda. Omborga qaytib keladi. Xo'p, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni bu juda unaqa katta platforma emas. O'sha
oddiy shu sotuvda bo'ladigan, ya'ni biznesda oldi sotdida bo'ladigan jarayonlarni shu uchetga qilib borish uchun kichkina platformacha bo'ldi. Ya'ni bizada bundan ham katta yechimlar bor bizneslar uchun. Mobil ilova versiyalarini qilish kerak bo'lsa, ya'ni shu APK iOS uchun o'sha ilovasini qilib berish kerak bo'lsa, saytlari, ya'ni bundan ham katta, ya'ni skladlar bilan, omborlar, ya'ni filiallar bilan ishlaydigan katta CRM tizim, ERP tizim, xodimlar, mijozlar, ularni o'sha qayergadir ulab qo'yish kerak bo'lsa, SMS рассылка, ya'ni SMS jo'natmalar, Telegram botlar ulanadigan bizlarning katta yechimlarimiz bor. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu shu portfoliyomizdan birini, ya'ni qilgan ishimizdan birini sizlarga demo, ya'ni ko'rsatib ketish maqsadida bu narsani men video hozir YouTube'ga joylayapman, чтобы sizda qanaqadir qo'shimcha savollar tug'ilmasligi uchun, ya'ni to'laqonli o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, o'zingizga kerakli bo'lgan savollarga javobni olib olishingiz uchun. Foydalanuvchilar bo'limi qolib ketibdi. Foydalanuvchilar bo'limimizda biza sotuvchilarni qo'shsak ham bo'ladi. Ya'ni yana yangi qo'shimcha admin ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun, bizni o'rnimizga kimdir kirish kerak bo'lsa, tizimga xuddi shu hamma ma'lumotlarni ko'rish kerak bo'lsa, ya'ni ishongan kimdirimiz, yaqinimiz, ya'ni biznes sherigimiz bo'lsa, egasi deb qo'shib qo'yamiz yoki bo'lmasam sotuvchi qo'shib qo'ysak bo'ladi. Men hozir sotuvchi profilidan ham kirib ko'rsataman sizlarga. Xo'p, yangi foydalanuvchi qilamiz, loginini, parolini yozib beramiz. Sotuvchimi yoki egasimi? Misol uchun tanlaymiz, faol, nofaol yaratish qilsak bo'ldi, qo'shiladi. Chiqamiz. Men sale, ya'ni sotuvchi o'rnida kirib ko'raman hozir tizimga. Mana sotuvchida hech qanaqa ortiqcha ma'lumotlar bo'lmaydi, faqat sotish jarayoni, qarzga beryaptimi yoki to'liq ravishda to'layaptimi, hammasini rasmiylashtiraveradi, sotuv qilaveradi sotuvchi. Bu yerda chekda ko'rinadi, kim sotdi, ya'ni egasi sotdimi yoki qaysidir sotuvchi sotdimi, ko'rinib turadi mana chekda. Bu yoqda operatsiyada ham ko'rinib turadi bu narsa. Mana bitta sotuvchi, sale, ya'ni sale degan sotuvchi sotgan buni. Qachon sotgan, nechida sotgan, hamma ma'lumotlari bor. Vazratlarni qanaqadir nima desa bo'ladi, jiddiyroq bo'lgan operatsiyalar hech nima sotuvchida ko'rinmaydi. Sotuvchi faqat qo'pol aytganda kassir o'tirib prosta sotib o'tiradi, bo'ldi. Shunaqa. To'g'ri, bu endi sotuv jarayonini vazrat qilish kerak bo'lsa yoki sotuvni o'sha qanaqadir o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa, bu funksiyallarni qo'shsa bo'ladi, muammosi yo'q. Bu mijozni o'sha talabiga qarab qilib berilgan narsa. Bu o'sha aynan qaysidir mijozga yo'naltirilgan yechim bu. Sizda ham biznesingizda qanaqadir muammolar, shunga o'xshagan yechimlar yoki qanaqadir jarayonlarni avtomatlashtirish kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. O'sha hammasini shu siz ko'nglingizdagidek qilib, hamma muammolaringizga yechim qilib berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.